Xo'p, bugungi darsda share qilish va invite qilish va ba'zi bitta ikkita mayda chuyda narsalar bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, tasavvur etaylik, masalan, nimadir bor endi chizdikda, uni share qilmoqchimiz. Ya'ni kimgadir ulashmoqchimiz. Ya'ni kimdir ko'rishini, ya'ni kimgadir ko'rsatmoqchimiz bu narsani. Xo'p, mayda share degan tugma bor, ko'k tepada. O'shani bosamizda bizga quyidagicha matalka chiqadi. Xo'p, dastavval invite qilish kerak, ya'ni kimgadir invite qilish mumkin. Bu invite qilishda o'sha kimdir, masalan, kimgadir invite qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni kimdir faylga taklif qilmoqchisiz, u kishini Figma saytida ro'yxatdan o'tgan email kerak bo'ladi bizga. Aytaylik, masalan, men o'zimdek hozir ikkita akkauntim bo'lsa, o'sha ikkinchi akkauntga invite jo'natib ko'raman. Bobur mana nuqta pd@gmail.com. Mana shu narsaga ya'ni enter deb bosib, bir vaqt o'zida bir nechta kishiga invite jo'natsa bo'ladi va ikkinchi setting bor bu yerda, can view, can edit, can view bor. Ya'ni men invite qilgan odamlar ko'ra olsinmi, faqat ko'ra oladi buni yoki edit qila oladi, ya'ni o'zgartira oladi ham bu narsani. Xo'p, masalan, can edit deb berib qo'ydim. Yoki masalan can view turibdi. Xo'p, keyingisi mana send invite ketdi. Hozir bu yoqqa kelsam, ikkinchi akkauntga switch qiladigan bo'lsam, bu yoqda mana kelgan Bobur Molonov 11-dars bilan share qildi, decline qilish, accept qilish. Ya'ni hozir Reddit boraman, xohlasam qabul qildim. Qabul qildimda hozir menga buni nimadan ochib beryapti? Brauzerdan. Xo'p. Mana. Hozir men bu yerda can view man faqat, ya'ni ko'ra olaman faqat. Mana ushlab turib, masalan, nimalarni, propertylarni ko'rib nima qilishim mumkin. Mana shu yerda o'zida, mana buni bu yoqqa o'tsam, mana ikkinchi akkauntimda nimasi ko'rinib turadi menga. Mana Bobur Molonov bu you, men, bu ikkinchisi rasm bir xil pashti, o'shaning uchun ikkalasi ham ko'rsatib turibdi. Mana buni ustiga bosib qo'ysam, men qayerda yursa o'shani observe qilib yuradi mana. Endi hozir bu yoqqa kelsam, bunga o'tsam, bu ham bu yoqqa kelgan bo'ladi mana. Ikkalasi bir xil ekran ko'rsatib turadi. Ya'ni keyin hop, yana nima dedim? Mana mana bossam, mana bu akkaunt ko'rinib turibdi. Xohlasam bunga keyin edit berib yuborishim mumkin. Hozir o'tsam bitta refresh bo'lib ketadi bu. Endi men buni edit qila olaman, ya'ni o'zgartira olaman shu faylni. Hech shart emas, o'z ko'rsatish. Xo'p, mana xohlasam buni bu yoqqa mana boya nimada bir xil xususiyat bor menda bu faylni haqiqiy egasi bilan. Xo'p, uchinchisi nima? Owner qilib yuborish mumkin. Ya'ni faylni owner qilib yuboraman men uni. Ya'ni u xohlagan odamga edit berib, nimadir o'zgartira oladi. Ya'ni administratorlik bunday olib qaraganda meni chiqarib yuborishi mumkin. Ya'ni faqat bitta owner bo'ladi bitta faylda. Men o'zimdan ownerlikni unga beraman. Transfer ownership bosdim, bo'ldi. Bu fayldan men ketdim endi. Owner bu, can edit. Xohlasa bu yo'qqa o'tib mana bu owner bo'ldi. Men buni can view qilib qo'yishim mumkin faqat. Menimcha hozir bu ownerdan o'tganligi uchun hali ham ishlab turibdi. The person can still edit because they have permission on the project and the files in. Ha. Men view qilaman ekan deyapman. Xo'p, mana leave. Men leave qilishim mumkin bu fayldan, chiqib ketdim. Ya'ni bu fayl uje menga tegishli emas qaytib. Kirishim mumkin yana qaytib. Lekin mana bu yoqda men o'zim ko'rinmayapman. Bobur Molonov bu men emas. Bu yoqda bu o'zi ko'rinib turibdi lekin. Hozir buni nimasi menga ko'rinmayapti. Bu yoqda borligi. Xo'p. Keyingisi, hozir men buni ownerlikni qaytarib olay. Browserdan kirib turaylik. Hop. Bobur. Bunga jo'nataman invite. Bunga invite kelgan, accept qilaman. Buni ham browserdan ochadi. Xo'p, 3 kishi bo'lib ketdik. Endi men hozir bunda bu odamga men ownerlikni berib yuboraman. Bo'ldi, men owner bo'ldim. Xo'p, ikkalasini chiqib ketaman. O'zimni nimamga qaytdim. Xo'p, mana owner bo'lib oldim, qaytib yana o'zimda faylimga. Xo'p, keyingisi copy link. Mana copy linkni olamanda bo'ldi. Kimgadir beraman buni. Copy linkda mana anyone with the link.
Ya'ni bu faylda yana ham xavfsizligini kuchaytirish mumkin bu yoqdan. Ya'ni anyone with a linkni only people invited to this file qilishi mumkin. Ya'ni hozir men copy link qilib kimgadir berganim bilan unda ishlamaydi. Chunki bu yoqda faqat qulf turibdi bunda. Faqatgina bu faylga invite qilinganlargina bu faylni ko'ra oladi. Mana shu yerdan anyone with the link bosib qo'ysam, linkni olib kimgadir bersam, endi kimgadir bersam va u odam yana kimgadir bersa, kimda link bo'lsa kirib ketaveradi bu faylga. O'shanaqa xususiyati bor. Keyin mana anyone with the link can view, can edit bor. Ya'ni kimdir link bilan olib kirish faqat ko'rishi mumkin yoki edit bosib qo'ysam, linki bor har qanday odam faylga kirib o'zgartirib tashlashi mumkin. Endi bu odatda tavsiya qilinmaydi, chunki kasha-masha bir narsalar bo'lib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun copy link oldimda Telegramga kirib kimgadir tashlab yuborish mumkin. Masalan, Ibrohimga tashlab yuboraman, bo'ldi. Shu bilan u ketdi o'sha odamga. O'chirib yuboray. Hop. Keyin embed kod olish mumkin. Ya'ni buni olib turib iframe bu asosan front-end dasturchilar uchun kopiya qilib olaman. O'sha embed kodni YouTube'da iframe ga o'xshatib ishlatish mumkin. Mana bitta frame ushlab turib nima qilsam, ya'ni mana narsa yoniq turadi. Link to selected frame, ya'ni shu frame ga olib keladi. Link, ya'ni kirgan odam ishlatganda aytaylik, men 5-6 ta nima bo'lsa, framelar bo'lsa, o'shani birontasini ushlab olib olsam, ya'ni link to selected frame ga oladi. Menimcha share nimalari tushunarli. Keyingisi yana bitta aytaylik narsalar bor. Masalan, to'rtburchak chizdimda, ikkita page'im bor. Move to page qilib, bunga bu page'ga o'tkazib olish mumkin. Ya'ni Ctrl X qilib, Ctrl V qilib o'tirgandan ko'ra yana bitta narsa bor edi, bu xizmatda yozib qo'ydim. Page eng oldingi, eng oxirgi layerlarni ko'rib chiqadigan menimcha. Aytaylik, mana shu qizil rangda qildimda Ctrl D bosib tashladim. Bunisi bunaqa rang, bunisi bunaqa rang, bunisi bunaqa rang, bunisi bunaqa rang. Hech hammasi har xil rang. Va mana bu yerdan layerlarni ko'rishimiz mumkin. Buni bu yerdagi enter tepasidagi anaqa figurni qavslar orqali, figurni qavsda bunisini bosib, eng oldinga, bunisini bosib, eng orqaga o'tkazib yuborish mumkin. Ctrl ushlab bitta oldinga o'tkazib, bitta orqaga qaytarish mumkin. Menimcha buni o'tgan safar ham mana shuni ushlab hammasini. Keyin yana group, ungroup degan narsa bor. Group mana Ctrl G group qilamiz. Hop, masalan buni birinchi page ga move qilib yubordim mana. Endi buni ungroup qilish uchun Ctrl Alt G ni bosaman, uni ungroup qilib yuboradi. Hop, flatten degan narsa bor. Flatten bu tekstlar boradi, aytaylik. Mana yerda ikkita nima bor, shakl bor. Bittasi bunaqa qilmaylik. Dumaloqda belgilaylik, masalan, dumaloq, imeti dumaloq. Bunisi bunaqa rang, bunisi aytaylik bunaqa rang. Ikkalasini ushlayapmanda, men yerda birlashtiruvchi narsalar bor. Union selection deb bosam, ikkalasini bitta shakl qilib yuboryapti mana. Ikkalasi ham qip-qizil shakl qilib yuboradi. Xo'p, keyingisi subtract selection bor, ya'ni ikkalasini kesishgan joyini bittasini shuni yulib oladi mana qilib. Ya'ni mana qilib kesib oladi. Xo'p, keyingisi intersect. Ikkalasi kesishgan nuqtani belgilaydi. To'rtinchisi exclude, ikkalasi kesishgan nuqtani olib tashlaydi. Mana shunaqa qilib 4 xil narsa bor. Flatten bor keyingisi. Hozir flattenni biroz keyinroq tushuntiraman. Xo'p, flatten qanaqa ishlaydi? Demak, ikkalasini belgiladimda, ikkalasini ushlab flatten qilib yubordim. Mana bitta vektor flatten bo'ldi. Ikkalasi bitta shaklga aylanib qoldi hozir. Ya'ni mana hozir ikkalasi to'rtburchak ikki xil rang bo'lib turibdi, lekin bitta shaklda ikkalasi. Buni ushlab outline qilib yuborishim mumkin. Buni ushlab flatten qilib yuboraman. Ya'ni bu hozir unchalik ham ahamiyat kasb etmaydi. Flattenda asosan nima ishlaydi? Masalan, tekstlar bilan ishlayotgan paytimizda, lines, logotip yasayotganda, masalan, logo yasayotgan paytimizda buni tekstda masalan mana bitta to'rtburchak logo. Mana shunaqa biz logotipimiz bor edi. Buni ushlab bunday qilib kattatirib bo'lmaydi.
to'g'richa kattaveradi. Tekst kattarmaydi. Tekstni font size orqali kattartirishimiz kerak faqatgina. Xo'p, shunaqa holatda, ya'ni mana shu o'zgarmaydi orasidagi masofalar nimasi, orasidagi masofa, font weightlar o'zgarmaydigan paytda buni ushlab turib flatten qilib yuboraman yoki outline stroke. Hozir ikkalasi o'rtasidagi farq bor, ozgina biroz. Ya'ni mana flatten qilib yubordimmi, bo'ldi, bu уже shaklga aylandi. Ya'ni buni ushlab turib, qani har bitta tochkasi bor. Tochkasini ushlab bunday kengaytirib yuborishim mumkin mana. Bunday qilib. Endi buni ushlab, ikkalasini ushlab, masalan, bunday kengaytirsam, bu kengayaveradi, kattaraveradi mana. Kattaraveradi. Shift ushlab olaman faqat. Shift ushlamasak chunki mana bunaqa qilib buzilib ketadi. Shift ushlab, mana shunaqa qilib kattalashtiraveraman. Mana shunaqa narsalari bor. Ya'ni asosan tekst bilan ishlatadi boyagi flatten degan narsa. Xo'p. Hozir keyingisi outline stroke ko'rsatdik, show height, ya'ni o'chirib qo'yish, yoqib qo'yish. Mana bu yerda ko'zchani bosib o'chirib yoqib qo'yish mumkin. Ba'zi paytda interfeysda xalaqit berib qoladi. Endi ularga o'chirib yuborish mumkin bo'lmay qoladi. Ya'ni o'chirib yuborish kerak emas bo'lgan paytda ko'zchani o'chirib yoqib qo'yish mumkin. Mana Ctrl Alt X orqali shortkatdan bor, o'sha orqali ham bajarish mumkin. Xo'p, keyingisi lock unlock qulflab qo'yish. Masalan, bitta manaqa chizdikda ichida pen tool bilan yoki mana pencil bilan dem narsa bor. Ya'ni bu qo'shimcha qanaqadir dekoratsiya. Buni ustiga tekst yozayotgan paytimizda, masalan, nimadir tekst yozayotgan paytimiz va to'g'richaklar bormaydi, telik ustida. Bunday bor. Shu bilan ishlayotgan paytimizda bunga tegib ketaverishimiz mumkin anaqa qilib. Xalaqit beraveradi har safar teginayotgan paytda, o'shaning uchun buni qulflab qo'yamiz. Mana qulfchani bosib qo'yaman yoki Ctrl Alt L ni bosaman. Qulfdan ochib, yopish, ochish shunaqa bor. Qulflab qo'ysam bo'ldi. Mayda bunday belgilasam ham faqatgina tekst belgilanyapti. Ya'ni bu belgilanmaydi. O'sha xalaqit bermasligi uchun ishlatiladi. Xo'p, flip horizontal, flip vertical degan narsa bor. Keyin buni gorizontalni, vertikalni aylantirish. Bu hozir to'g'richak bilan menimcha bilinmaydi. To'g'richak bilan sinab ko'ramiz. Rangi qizil. Flip, mana shift ushlab X ni bosaman. O'chirchak bilan ham bilinmasa ham. Tekst o'zi bilan ishlab ko'ramiz mana. Ushladimda shift bilan H ni bosdim. Bu gorizontalni meni aylantirib qo'yadi. Bunday bu oynani nimasiga o'xshab, shakliga o'xshab. Ctrl shift bilan H, X, yumshoq X. Shift bilan V bor, keyin bu bunaqasiga aylantiradi. Oyog'ini osmondan qilish mana. Bunaqasi aylantirib tashlashimiz mumkin shunaqa qilib. Endi ko'pincha bunaqa o'q yasayotgan paytimizda pen toolni ushlab bunday o'q yasadigan, san o'qni ko'p qoldi. Mana o'q. O'qni qayerqadir ishlatdikda endi bu tomonga bunday qilib turib Ctrl Shift bilan E ishni bosaman, bo'ldi. Ikki tomonga qaragan o'q hosil bo'ladi o'zi, avtomatik ravishda. Xo'p, shunaqa qilib osonroq ishlashimiz mumkin. Xo'p, o'zi flip horizontal bu 180 gradusga aylantirish shunchaki. Mana. Mana gradusga qarab tursangiz, gradusga aylantirish. Bunaqasi flip vertical bu aylantirish emas. Xo'p, menimcha hammasi tushunarli. Nimagadir tushunmay qolgan bo'lsa, joylaringiz bo'lsa, bemalol Telegramdan yozishingiz mumkin.